Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kundalik xabarlar programmasiga haminglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Men riyosatchi Zumratay Erkin. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövanda diqqatinglar kundalik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Merkezi İstanbul'daki Şarkı Türkistan Vakfı'nın kurulganlığının 46 yıllık münasebeti bilen 30. iyun günü hatırlaş yığını ötküzüldü. Yığınıga Şarkı Türkistan Vakfı'nın idare heyet azaları ve köp sandı Uygurlar katnaştı. Yığında Şarkı Türkistan Vakfı'nın sabık reisi, şundaqlı İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin müdiri Profesör Abdülhamid Avşar söz qilib, Şarkı Türkistan Vakfı'nın 1978 yıl kurulganlığını, qurg'uvchilarning isimlari bo'lsa Mehmet Said Bilgiç, Aysa Yusuf Alttekin, Hamdullah Tarim ve başka bir neçe Uygurlar ekanligini birma-bir eslatib o'tdi. Profesör Abdülhamid Avşar Şarkı Türkistan Vakfı'nın qurilish g'oyasi to'g'risida to'xtalib mundaq dedi. Şarkı Türkistan Vakfı'nın qurilish g'oyasi yolg'iz Şarkı Türkistan emas, balki Türk ve İslam ellerining madaniyat, san'at qiymatlarini tonishtirish, xizmat faoliyat ilib berish, asarlar e'lon qilish, Türkiye ve dünya cemaatini Şarkı Türkistan meselesida tushunchaga ega qilishdan iborat. Profesör Abdülhamid Avşar 1982 yılı Şarkı Türkistan Vakfısı qarmog'ida Şarkı Türkistan Ovozi nomida bir jurnal nashr qilinganligini, o o'zining o'quvchilik davrida marhum Aysa Yusuf Alttekinning taklifi bilan Şarkı Türkistan Ovozi jurnalini nashrga tayyorlashda hamkorlashganligini bildirdi. 1986 yılı 6 ayning 26 kuni Şarkı Türkistan Vakfısı Uyg'ur general Mehmet Rezabekinning raisligida qaytadan asliy keltirilgan ve faoliyat boshlagan. Vakfning qayta asliy kelishida yana 20 dan ortiq Uyg'ur idora heyeti o'rin olgan. Abdülhamid Avşar Şarkı Türkistan Vakfı'nın sabık reisi merhum general Mehmet Rezabekinning Şarkı Türkistan Vakfı'ni qo'g'dash ve Şarkı Türkistan ko'rish yo'lida bek ko'p to'salg'uga cheklimiga uchirganligi. Bo'libmi 1997 yılı Mesut Yılmaz baş minister bo'lgan davrda Şarkı Türkistan faoliyatlarga cheklim qo'yilganligi, bayroqlarning davlat o'rinlariga esishini cheklash hujjati chiqarilganligi. Lekin general Mehmet Rezabekinning shuncha cheklima va to'salg'ularni yengib o'tib, Şarkı Türkistan Vakfı'ni qo'g'daganligi ham Şarkı Türkistan ko'rishini davomlashtirganligini bildirdi. Yığın qatnaşqan İstanbul Ticaret Üniversitesi idare heyet mas'ullaridan Profesör İsrafil Qurulay efendi söz qilib, özünün Şarkı Türkistan davosiga her zaman ahamiyat berib kelayotganligini, Uyg'urlarni har vaqt qo'llab quvvatlaydiganligini ifodaladi. Yig'in oxirida Şarkı Türkistan Vakfı'nın hozirgi raisi İlhan Turanlı, Şarkı Türkistan Vakfı'nın sabiq raislari Profesör Dr. Abdülhamid Avşarga ve Dr. Muhittin Can Uyg'urga taqdirnoma taqdim qildi ve teşekkür bildirdi. Şarkı Türkistan Vakfı'nın raisi İlhan Turanlı efendi Şarkı Türkistan Vakfı'nın g'oya maqsadlariga yetish yo'lida yaqindan buyon ilib berayotgan xizmat faoliyatlari to'g'risida to'xtalib mundaq dedi. Bugungi kunda bo'lsa Şarkı Türkistan Vakfımızning qurilishdagi g'oya maqsadlari yo'lida haqliq da'voyimizni qo'g'dash, ega chiqish uchun xizmat faoliyatlari ilib beryapmiz. Xitoyning xalqimiz ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini, vatanimizning ishg'ol qilinganligini dunyo jamoatiga anglatish uchun xizmat ishlayapmiz. Turkiyada yashayotgan qarindoshlarimizni o'qitish uchun moddiy va ma'naviy yordamda bo'lyapmiz. Madaniyat, san'at, ta'lim-tarbiya va ijtimoiy sohalarda faoliyat ilib beryapmiz. Da'vo yo'lida buyuklarimizning izidan minishga tirishyapmiz. Biz Şarkı Türkistan Vakfı'ni bütün Şarkı Türkistanlıklarının elçixanası deb qaraymiz. Bu muhim o'rinda Şarkı Türkistan davosining xizmatini qilishdan biz o'zimizni sharafli his qilamiz. Men bütün qarindoshlarga rahmat aytaman. 7 ayning 5 kuni dunyoni zilzilaga solgan 5 yil Urumchi qirg'inchiligining 15 yillik xotir kunidir. Chet eldagi Uyg'ur tashkilotlari 4 iyuldan 6 iyulgacha bo'lgan aralıqda buningdan 15 yil burun dunyoni zilzilaga solgan va Uyg'urlar bilan Xitoylar orasidagi qonliq to'qinishni keltirib chiqarib, Xitoy hukumati tomonidan qurolliq bostirilgan bu qirg'inchilikning 15 yilligini xotirlashga tayyorlik qilmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandimning yaqinda Yevropada turishli Uyg'urlarga e'lon qilgan chaqirig'ida 5 iyul kuni Jenvaga yig'ilib BDT binosining oldida bu qirg'inchilikni xotirlash, BDT'ga a'zo davlatlarga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish va Xitoyni javobgarlikka tortish uchun besim ishlatishni chaqirgan. O'xshash bir vaqtda Amerika Uyg'ur birlashmasi va Uyg'ur harakaat tashkiloti qatorliq Amerikadagi tashkilotlar 5 iyul kuni Xitoyning Washingtonda turishli elchixonasi, Oqsaroy va Amerika tashqi ishlar ministrligining oldida norozilik namoyish o'tkazib, Urumchi qirg'inchiligining 15 yilligini xotirlashni chaqiriq qilgan. Shuning bilan bir vaqtda Yevropa ittifoqiga a'zo boshqa davlatlarda, shuningdek Yaponiya, Kanada, Avstraliya,
Türkiye qatarlıq dövlətlərdəmə namoyish qilish, yig'ilish o'tkazish, axborot e'lon qilish qatorliq shakllardagi xotirlash faoliyatlarining o'tkazilganligi qayd qilinmoqda. 2009 yili 7 oyning 5 kuni yuz bergan Urumchi qirg'inchiligini Uyg'ur yoshlarining shu yili 26 iyun kuni Xitoylarning Guangdong o'lkasi Shougan shahri Shuri o'yinchiq zavodida ishlaydigan Uyg'ur ishchilarga hujum qilib, nurg'unlagan Uyg'urni urib o'ldirishiga norozilik bildirishi keltirib chiqargan. Xitoy hukumatı 2009 yili 5 iyul kuni Urumchi xalq maydoniga yig'ilib, Shougan voqeasiga norozilik bildirgan Uyg'ur yoshlarni qurolliq bostirgan. Bostirish nihoyat tezla Uyg'urlar bilan Xitoylar o'rtasidagi to'qinishga aylangan. Xitoy hukumatı qirg'inchilikda 200 ga yaqin odam o'lganligi, o'lganlarning ko'pinchisining Xitoy ekanligini qayd qilgan bo'lsa-mu, ammo kishilik huquq tashkilotlari minglagan Uyg'urning g'oyib bo'lganligini bildirmoqda. Ularning aytishicha, qirg'inchilik jarayonida va qirg'inchilikdan keyingi tutqunda 10 minglagan Uyg'urlar tutqun qilingan yoki izderaksiz g'oyib qilib etilgan. Xitoy hukumatı hozir qadar g'oyib qilib etilgan Uyg'ur tutqunlarining oqibatidan hech qanday uchur berib baxmadi. Amerika va uning ittifoqdosh 28 davlatning qatnashishi bilan o'tkazilgan dunyodagi ko'lami eng chong dengiz armiya manevri, ya'ni Tinch okean halqasimon aylanma harbiy manevri Tinch okeandagi Havoyi oroli atrofida rasmiy boshlangan. Harbiy manevrning Janubiy dengiz va Tayvan bo'g'izida harbiy tahdid va ig'vogarchilik paydo qilayotgan Xitoyga kuchli signal berdiganligi qayd qilinmoqda. Amerika taratqullarining bildirishicha, bu yil Tinch okean halqasimon aylanma harbiy manevrida xalqaro hamkorlik mislsiz darajaga yetgan bo'lib, manevrga 40 harbiy paraxod, 150 aeroplan, 3 suvosti paraxodi va 25 ming askar qatnashgan. Halbuki bu manevr Tinch okean qirg'og'idagi davlatlarni asos qilgan bo'lsa-mu, lekin uningga Tinch okean sirtidagi davlatlardan Angliya, Fransiya, Braziliya va Isroiliya qatorliqlar qatnashgan. Ammo Xitoy taklif qilinmagan. Amerika ovoz radiosining bildirishicha, Tinch okean halqasimon aylanma manevrining muavin qo'mondoni Chili dengiz armiya admirali Alberto Guerrero manevrga dunyodagi manfaatlari Tinch okeanga bog'lanishliq va o'xshash qimmat qarashdagi davlatlarning qatnashganligini qizg'in qarshi olganligini bildirgan. Holbuki, Amerika ovozining bildirishicha, mutaxassislar Xitoyning 2014 yilidan 2016 yilgacha bo'lgan oraliqdagi manevrlarga taklif qilingan bo'lsa-mu, lekin Xitoyning bu manevrlardan foydalanib istixborot to'plashi Amerika va uning ittifoqdoshlarini bearam qilganligi, shunga Xitoyning 2016 yildan beri bu manevrlarga taklif qilinmaganligini aytgan. Navbatda mutaxassislar Xitoyning Tinch okean halqasimon aylanma manevrga 2016 yili oxirgi qatim qatnashgandan buyon uning ig'vogarchilik xarakteri bargancha kuchayganligi, uning xalqaro dengiz tavalligida sun'iy orollarni yasab, bu orollarni harbiylashtirishni tixim kuchaytganligi, yaqin qaylardan beri Tayvan atrofida ig'vogarchilik harbiy manevri o'tkazib, Filippin paraxodlarga suv to'pi orqali hujum qilganligini bildirmoqda. Amerika ovozining bildirishicha, amaldorlar bu qatimliq Tinch okean halqasimon aylanma manevrining Beijingga zo'mgarlik harakatini to'xtatish haqida kuchli signal berdiganligini aytgan. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishkicha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Thank you.